Assalomu alaykum qadrli sportsmen do'stlarim. Hop, challenge'imiz davom etadi. Kecha 11-mart. Hop, 65 ta anjuman qilganmiz. Hop, biz 2000 ta anjumanini maqsad qo'yib olganmiz. Hop, 2000 ta anjuman qilib Guinness rekordlarni yangilamoqchimiz inshaalloh. Alloh qodir qilsa, sharmanda qilmasa. Lekin o'zgarish yaxshi. Ro'za tutib, ro'za bo'lishiga qaramasdan tanamizdan ancha quvvat qo'shgan, lekin harakat qilib kunlik 3 ta qo'shishga harakat qilyapmiz. Tanada ham o'zgarishlar ancha yaxshi. Allohga shukr. Inshaalloh yana harakat qilamizki, bugun mana shu 65 taga nechta shtuk qo'shilishi bilmayman. Allohdan so'rab ko'proq shtuk qo'shishga harakat qilamiz. 2000 taga tezroq pishiramiz, xudo xolasa. Hop, boshlaymiz. Tanani qizdirib olganman. Qizdirmaganlar bo'lsa, tayyorlanib olib davom etishingiz mumkin. Birgalikda yangi obunachilarimiz oldingi videolarimizni ko'rasizlar. Ancha ozroqdan boshlaganmiz. Normal shtuk qo'shib qo'ydik sonini. Ko'rib qiziqsanglar like bosib, kommentariyga qandoq qilib shtukni yana qo'shsa bo'ladi degan variantlar bo'lsa, kimgadir qanaqadir fikrlar bo'lsa, yozib qoldirsa, albatta buni inobatga olib, buni amalga oshirishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Hop, anjumanni boshlaymiz. Jiyanim sanab turadi yana shtukini, chunki ham anjuman qilib, ham shtuk sanasi nafasda olish mana yo'nalishida o'zgarib, qiyinchilik yuzaga keladi. Hop, boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. 65 tani qo'l gavdali yordamida to'liq bajarishga harakat qilamiz. Qolgan qo'shimchasini keyin tizam yordamida qo'shishga harakat qilamiz inshaalloh. Hop, joydan tayyorlanib turamiz. Ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. Tayyormiz. Sizlar tayyorlanib boshlaymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, Devam edemiz. 46, 47, 48, 49, 50, Boşayız. 51, 52, Böyle. 53, Boşayız. Sınıf kesin boşayız. 54, 55, Hadi dola konuşma kaldı. Koyun orada boşayız dedim. Tizene oradan veririz. Koyun onu tezene. Gitti. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, İki uzaya koş gerek. Dostlarım. 65, 66, 67, 68, Muhammed koştuk. Gece 56 tane qo'l gavda yordamida to'liq qilganmiz. 56 dan qolgan oyoqli tizlar yordamida qo'shib keldik. Bugun to'liq qilamiz ancha. Bu nechta bo'ldi? 68 ta. 68 tani nechta tizlarga qo'shdik? 55 dan tepasi. 55 tani qo'l gavda yordamida qildik. Mana ko'ryapsizlar. Gavdani ship hali yetib yo'lib ketadi, qo'l qotib qoldi. O'chig'i gap. 56 dan tepasini 68 gacha tizlar yordamida qildik. Muhimi qo'shish, chekinish yo'q. Oldinga intilamiz, qo'shamiz. Nechta bo'lsa ham bittami, yarimtami harakat qilamiz. Oxirgi kuch soniyagacha qo'shamiz. Xudo xolasa inobatga olasizlar. Qiyinchiliklarni, harakatlarni like bosib, komment qoldirishingizni arz etsa, fikrlaringizni kutib qolaman. Hop, bugungi chislar bilan qo'shib qo'yamiz buni. Bugungi 68 tani, kecha 65 ta bo'lgan. Bugun chislar 12. 12-mart 68 ta. Hop. Mana qadrli o'g'illar, 12-martga 68 ta bo'ldi. Muhimi qo'shdik. Yana davom etamiz. Olg'a.